Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va men sariykorlarga navbatdagi tahlillardan taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz haftaning boshida, o'tgan haftaning oxiri bu haftaning boshida bo'lib o'tgan Nottingham Forest Manchester United o'yiniga bag'ishlangan tahlil hisoblanadi. O'yin haqida qisqacha qilib nima deyish mumkin? Amalladik, yutishimiz mumkin edi, lekin o'yin davomidagi 5 minutlik o'sha bo'shashish oqibatida shunaqa desak bo'ladi, menimcha, Nottingham Forest jamoasi ikkita vaziyatdan ikkita gol yaratib ketib, hisobda o'sha boshidan ustunligimizni, bizni kutilayotgan ustunligimizni va hisobda oldinga borishimizdagi o'sha hisobda oldinga borishimiz, yanada mustahkamlashimizdan oldin o'sha jamoani minutlik bo'shashishidan foydalangan holda o'z so'zini ayta oldi va sal qolishiga o'sha bizda shu o'yindan beri ketadigan g'alabali seriyamiz sal bo'lmasa mag'lubiyat bilan yakunlanishi mumkin edi. Lekin bunday bo'lmadi. Jamoamiz o'zida kuch topa oldi va oxir-oqibat amallab durangga erishdik. Lekin agar biz ochko olganimizda bu jamoa uchun juda ham oldinga qaratilgan va Chempionlar Ligasi o'rinlari uchun beriladigan juda katta qadam bo'lardi va biz o'zimizning o'rnimizni juda ham yaxshi mustahkamlab olgan bo'lardik. Lekin unday bo'lmadi, nasib qilgani bo'ldi va keyingi o'yinlarga xudo xolasa yaxshi nastroy bilan chiqamiz deb o'ylayman. Deb o'yindagi jarayonlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak dastlabki daqiqalarda 34-daqiqada Bruno Fernandesda jarima burchak to'pini oshirgandan so'ng Casemiro to'pni darvozaga to'g'rilab qo'yadi bosh bilan va hisobda Manchester United jamoasini oldinga olib chiqadi va shundan so'ng jamoalar bir necha hujumlar bilan almashdi va hisob shu tariqa birinchi taym 1-0 hisobida, 0-1 hisobida yakuniga yetdi. Ikkinchi taymda 48 va 50 daqiqalarda o'sha boya aytganda 5 minutlik bo'shashish oqibatida Nottingham Forest jamoasi ikkita hujum uyushtiradi va ikkalasini ham ijobiy yakunlay oladi va hisobda 2-1 ko'rinishiga olib kelib qo'yadi. Shundan so'ng jamoa Amarim shogirdlari ikki bora zamina qilishga to'g'ri keldi. 68-minutda Diogo Dalot o'rniga Viktor Dorgo tushdi. Patrik Dorgo tushdi, lekin o'sha o'yin tizginini o'zgartirishi ko'p qilmadi va 77-daqiqada Leni Yoro o'rniga Mazraoui tushdi va 81-daqiqada Amad Diallo tomonidan ajoyib jarima maydon chizig'idan tepilgan zarbasi golga aylandi va biz 2-2 hisobidagi durangga erishdik. Undan keyin ham Diallo o'zida yaxshi vaziyat bo'ldi, lekin u vaziyatda Nottingham Forest himoyachisi ajoyib tarzda himoyalana oldi va hisobda 3-2 hisob bo'lishini oldini oldi deb ayta olaman. Endi bevosita o'yin statistikasiga qaraydigan bo'lsak, demak XG bo'yicha jamoalar Nottingham Forest jamoasi 2.2 golga o'yin namoyish qilgan. Manchester United jamoasi esa 1.15 golga o'yin namoyish qilgan deb ko'rsatyapti saytlar. To'p egallab turish bo'yicha 41-59%, zarbalar bo'yicha 17-18% va aniq zarbalar bo'yicha esa 3-7%, 3-7 tani tashkil qildi, ko'rib turibsizlar. Bu aytganda Nottingham Forest o'ziga yaratilgan 2-3 imkoniyatdan oqilona, to'g'ri foydalana oldi deb o'ylayman. Endi turnir jadvalning oxirida ketadigan jamoa uchun bu menimcha yaxshi natija deb o'ylayman. Manchester United uchun esa bu 2 ochkoni yo'qotdik degan ko'pchilik tomonidan shu fikr aytildi, men shu fikrga qo'shilaman. Sizlar esa o'zlaringiz bilan albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida demak, birinchi va 10 turdan keyin, dastlabki 10 turdan keyin birinchi o'rinda Arsenal jamoasi 25 ochko bilan ketyapti, sekin-sekin atrofni kattalashtiryapti boshqa jamoalardan. Ikkinchi o'rinda Manchester City hamda Liverpool hamda Sunderland jamoalari ketyapti. City jamoasida 19 ochko, Liverpool hamda Sunderland jamoalarida esa 18 tadan ochko mavjud.
va 8-o'ringacha e'tibor bergan bo'lsalaring 17 ochkodan mavjud jamoalar. Bu degani judayam plotni ketyapti hozir Angliya Premyer Ligasida. Birinchi o'rinni ham hali qochib keta olgani yo'q. Hali o'yinda oldinda markaziy uchrashuvlar bor va qaysi jamoa birinchi o'ringa chiqa olishi va qaysi jamoa qayerda yakunlashi haqida hali hech qanaqa bir aniq fikr yo'q hech kimda. Har bir muxlis o'zining jamoasiga baribir muxlislik qiladi va o'zini jamoasidan albatta mazmunli o'yin kutib qoladi. Shu orada biz ham o'zimizdan Manchester Unitedimizdan keyingi turlarda g'alaba qozonib, undan yuqori marralarga, ya'ni kuchli to'rtlikka kirishini kutib qolamiz. Endi maydonga tushgan futbolchilar hamda ularga qo'yilgan ballarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United tarkibida darvozada Sandy Lamens turdi. Himoyada Luke Shaw, Mattias de Ligt hamda Leni Yorolar bo'ldi. Ikkita qanotda Diego Dalot hamda Ahmad Diallo o'yinni boshladi. Markazda Bruno Fernandes hamda Casemirolar harakat qilishdi. Bu aytganda jamoamiz umumiy yaxshi o'ynadi. Markazimizda ham shu Bruno Fernandes assistentlik qildi, Casemiro gol urdi, Diallo ham gol urdi, lekin o'sha 2 minutlik, 3 minutlik, 5 minutlik bizni bo'shashishimiz oqibatida mana shu jamoa Nottingham Forest jamoasi ikkita gol urib keta oldi. Va hujumda Kunya hamda Mbemolardan oldida Benjamin Sheshko harakat qildi. Sheshko ham maydonda bir ko'rinib ko'rinmay ko'p harakatlarni himoyachilar chegaralab qoldi deb o'ylayman. Sizlar esa albatta o'zlarining fikrlarini yozib qoldiringlar va zaminaga tushgan futbolchilar ko'rishlari mumkin. Shu Patrik Dorgu, Nusrat Mazraoui kabi futbolchilarimizni necha ball olganliklarini ham ko'rishlaring mumkin. Endi men sizlarga shu ma'lumotlar yetkazish jarayonida bizda birinchi golga ko'pgina savollar bo'ldi. Ya'ni to'p mana shu vaziyatda ko'rishlari mumkin. Maydondan chiqib ketganmidi? Chunki shu vaziyatdan keyin sudya Denington janoblari burchak to'pini belgilaydi va shu burchak to'pidan keyin bizda gol bo'ladi va mana yana bir bor ko'rishlari mumkin. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yerda to'p maydondan chiqib ketganmidi yoki chiqib ketmaganmidi? Endi to'g'ri bu tepadan olish kerak edi. Tepadan olinganda menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Va sizlarga albatta video so'ngida urilgan ikkita golimizni qo'yib beraman. Manchester United tomonidan Casemiro hamda Diallo ijrosidan. Sizlardan odatdagidek like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi va xudo xolasa 2-3 kundan keyin yana Tottenham Manchester United o'yinidan oldin albatta sizlarga prevyuni taqdim qilaman va sizlar bilan yana o'zlarining fikrlaringni ulashishga chorlagan holda xayrlashaman. Xayr. O'zlaringni asranglar.